Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz tomoshabinlari. Bugun noodatiy ko'rsatuv bo'lib o'tadi, xudo xohlasa. Doktorimiz Farruh Dentalni birinchi ofis filialini direktori, bosh vrachi Karimov Shahruz Bahromovich bilan birgalikda sizlar so'ragan mavzu, siz so'ragan mavzu, ya'ni protezlar va ularning turlari, ya'ni olib qo'yiladigan protezlar va ularning turlari haqida kichik, foydali, juda ham manfaatli video qilishga qaror qildik. Eng muhim narsa sizlardan talab qilinadigan mehnatimizni kichkina bir baholash maqsadida like, podpiska tugmalarini bosib qo'ysangiz hamda o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni kommentariyada belgilab yozib qo'ysangiz, biz hammasini ikkimiz ham o'qib chiqamiz va ular bo'yicha video qilib tayyorlab berishni maqsad qilganmiz. Kanalimizdan va shu videodan asosiy maqsad ommaviy ravishda xalqimizni stomatologik bilimlarini oshirib borish hisoblanadi. Shuning uchun bugungi ko'rsatuvni tashkil qildik. Iltimos, agar loyiq ko'rsangiz like hamda podpiska tugmasini bosib qo'ying, biz boshladik. Bugungi mavzu Shahruz Bahromovich boshlab beradilar. Olib qo'yiladigan protezlar. Ya'ni o'zi biz ikkalamiz ham implantolog hisoblanamiz. Implantolog, xirurg, stomatologmiz va qachonki implant qo'yish mumkin bo'lmagan vaziyatlar bor. Masalan, qandaydir bir o'sma kasalliklari yoki patsientning obyektiv, subyektiv qo'rquvlari, fobiyalarini hisobiga yoki bo'lmasa mablag' jihatdan arzonroq versiya izlagan vaqtda protez turlari to'liq tishsizlikda hamda qisman tishsizlik, ya'ni 5-6 ta tishlari bor vaqtida protez qo'yish mavzusi bo'yicha prezentatsiya, ya'ni taqdimot olib boramiz hozir va sizlardan asosiy talabimiz bizani qo'llab-quvvatlashingiz hisoblanadi. Ko'rsatuvni tomosha qiling va bilimlaringizni oshirib boring. Katta rahmat. Shahruz Bahromovich, so'z sizda. Assalomu alaykum. O'zimdan shirib o'tsam, men o'zim Shahruz Bahromovich, stomatolog, implantologman. Hozirda Farruh Dental klinikasida faoliyat olib boraman. Xo'p, bugungi mavzumiz o'zi protez haqida ma'lumot berib o'tishamiz. Olib qo'yiladigan protez turlari. Shu o'rinda men yaqin bir sitadaga berib o'tsak edim. Organizm uchun har bir organimiz muhim. Hatto tishlaringiz ham. Yo'qotish bu aslida topishdir. Buni ma'nosini tushungan odam iltimos shu kommentariyga yozib ketinglar. Ketdik. Boshlaymiz. Xo'p, bugun bizlar sizlar bilan o'rganib chiqamiz. Birinchisi protez turlari. O'zi umuman stomatologiyada nechta protez turlari bor haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Keyingisi qaysi protez turini tanlashimiz kerak. Yana biz protez turlarini ko'rib chiqdik va siz uchun aynan qaysisi bizga to'g'ri kelishini shuni ko'rib chiqamiz. Protezdan qanday to'g'ri foydalanish kerak? Bu asosan olib qo'yiladigan protez haqida ma'lumot berilgan. Xo'p, keyingisi protezlarning xizmat qilish muddatlari. Ular haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Protez turlari. Protez turlari 3 xil bo'ladi. Stomatologiyada 3 xil protez turlari bor. Ya'ni ular funksional, yarim funksional va funksional bo'lmagan protez turlari mavjud. Xo'p, funksional protez turlari qanday? Bular asosan ham funksiya bajarishi kerak, ham estetik jihatdan, ko'rinish jihatdan aynan o'zi tishni o'zi bo'lib chiqishi kerak. Bularga asosan koronkalar kiradi. Ha, to'g'ri. Protezlarga koronkalar ham protez deb aytiladi. Koronkalar qo'yish uchun tishlar chaqlanadi va ular kela yordamida yopishtiriladi va shuning uchun ham bu olib qo'yiladigan protez turlariga kiradi. Bu haqida ko'pchiligimizda ma'lumot bor, faqat protez deb aytilish haqida ko'pchiligimiz bilmas edik. Xo'p, ikkinchi qismimizga kelsak, yarim funksional protez turlari. Yarim funksional protez turlariga asosan byugellar kiradi. Byugel ko'pchiligimizga notanish bo'lgan protez turi hisoblanadi, ya'ni bundagi ma'lumotlarni keyingi slaydimizda ma'lumot berib o'tamiz. Uchinchi protez turimiz bu funksional bo'lmagan protez turlari. Bular asosan olib qo'yiladigan protez turlari hisoblanadi. Ha, to'g'ri, ular funksional bajarmasligi mumkin, lekin hozirda yangi ishlab chiqarilayotgan protez turlari asosan funksiyani ham qisman bajaradi. Keyingi slaydimiz. Bu yerda funksional protez haqida qisqa ma'lumotlarimiz bor. Ya'ni bemor kelgandagi holat u avvalgi tishlari olib tashaladi, obrobotka qilinadi, polirovka va undan keyingi yo'qotilgan tishlar plombalar bilan tishlandi va yo'qotilgan tishlarimiz plombalar bilan tiklandi va undan keyin koronkalar qo'yib berildi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bular olib qo'yilmagan protez turlari hisoblanadi. Demak, muxlislar tushunarli bo'lishi uchun
Oldin eski koronkalar yechib tashlandi, lekin tishlar olinmadi va o'zini tishlari saqlagan holatda ustiga koronkalar qo'yilib berildi. Bu ham protez, lekin olib qo'yilmaydi. Bular to'liq funksional deyiladi. Sababi ham vazifa bajaradi, ham estetik jihatdan chiroyli hisoblanganligi uchun. Bular etapma-etap ko'rinishi, ya'ni tishlarni kasal qismlari to'liq tozalanadi va chiroyli qilib ertasi nima deydi 10 yildan keyin yo 5 yildan keyin muammo chiqmasligi uchun ichidagi o'lik to'qimalar to'liq tozalanadi va chiroyli qilib ustiga koronkalar qo'yiladi. Qancha muddat xizmat qilishi mumkin, doktor? 10 yil 15 yil. 10 yil 15 yil xizmat qilishi mumkin. Agar boshqa bir sabab bilan muammo bo'lmasa, koronkalar bilan bog'liq muammolar bo'lmaydi. Ya'ni organizmda qo'shimcha kasalliklar paydo bo'lmasa, bu tishlarimiz 10-15 yillab ham xizmat qilishi mumkin. Bular haqida izoh berib o'tsangiz. Qilingan ishlar, natija. Bu patsiyentimiz asosan bizga kelgan paytida tishlarimizda yedirilish, patologik yedirilish bilan kelganlar. Mana tishlarimiz kichkina mayda bo'lib qolgan. Buning asosiy sababi orqadagi ozur katta molar tishlarning yo'qotilish hisobiga faqat oldinda chaynoq hisoblangan, ya'ni chaynash oldingi bosqich qismiga o'tgan va shu hisobga tishlarimiz yedirib sinib ketgan. Buni bizlar plomba yordamida tikladik va albatta prikusni bo'g'imni hisobga olgan holatda bu plombalar tiklandi va undan keyin implantlarimiz qo'yildi va implantdan keyin mana metall keramikani metalni primerka jarayoni va undan keyingi oxirgi bosqichimiz finishning tishlarning ko'rinishi. Shu o'rinda bemorlarimizga vrachlarni saylash bo'yicha kichik tavsiya berib o'tamiz. Qo'yilgan tish koronkalari qachon muvaffaqiyatli deb hisoblash mumkin? Bu haqiqiy estetik ko'rinishni bersa, ya'ni milklar holatini ko'rishingiz mumkin. Milklar och pushti rangda, ya'ni qizargan, ko'kargan yoki travma bo'lib qorayib yotgan holatda emas, aniq och pushti, sog'lom to'qima ko'rinishi mana shunday bo'ladi. Bu bemorimizda taxminan hafta 10 kundan keyingi holat. Xo'p. Demak, funksional protezlardan tezroq o'tamiz va olib qo'yiladigan protezlarga asosiy mavzuga. Asosiy mavzu endi. Xo'p. Funksional, ya'ni yarim funksional protezlarimiz. Bularga asosan bugel, boya aytib o'tib ketdim. Bugel protezlar bular asosan ikki xil qismni tashkil topgan, metal qismi va uning ustidagi plastmassa qismi hisoblanadi. Metal qismi va ustida plastmassa tish qismi hisoblanadi. Xo'p, metal qismining afzalligi, metal qismi asosan sinmasligi, mustahkamligi bilan ta'minlab bersa, uni ustidagi plastmassa va tishlari esa chiroyli estetika berishi va undan tashqari yengil, protezning yengil bo'lishini ta'minlab beradi. Ajoyib. Yanada metal sinmaslikni ta'minlaydi va kichik hajm. Aytdimmi bu? Kichik hajm. Ya'ni ko'pchilik protez qo'ydirgan bemorlar plastmassa protez qo'ydirgandan keyin shikoyat qiladi, og'zim kichraydi, tilimga xalaqit beradi, talaffuzga muammo keltirib chiqaradi deb hisoblaydi, lekin aslida bugel protez qo'yiladigan bo'lsa, bu til uchun ortiqcha joy egallamaydi. Ya'ni kichik qismda mustahkamlik berishi uchun bugelni afzallik jihatlari yuqori. Bundan tashqari mana bu klamerlar orqali chaynoqga tushadigan bosimni tishlarga tarqatadi. O'zimizning sog' tishlarimizga tarqatadi va natijada milkni hamda suyakni asrab qolamiz. Qachonki masalan vaqt kelib implant qo'yiladigan bo'lsa ham bugelni ostiga implant qo'yish, ya'ni bugel turgan og'izda implant qo'yish bu katta muammo keltirib chiqarmaydi. Chunki suyaklar cho'kmagan bo'ladi. Oddiy protezlarda esa, ya'ni plastmassa, faqat plastmassadan tashkil topgan protezlarda yoki bo'lmasam umuman funksional bo'lmagan turdagi protezlar bor. Ularda implant qo'yish juda ham qiyin bo'ladi. Sababi suyaklar cho'kib ketgan holat aniqlanadi. Suyakning cho'kishiga olib keladi. Bugellar bunda muddatni uzoqroq cho'zib berishga yordam beradi. Yaxshi protez turi hisoblanadi. Shu o'rinda yana bir ma'lumot aytib o'tishim kerak. Bu protezni o'ziga xos qonun qoidasi bor, ya'ni og'iz bo'shlig'ida kamida 5 ta tish bo'lishi kerak. Bu protez qo'yishimiz uchun. Ya'ni umuman tishsiz yo'q, ya'ni tish yo'q og'izga bu protezimiz qo'yish mumkin emas. Yoki 3 ta, yoki 2 ta, yoki bitta tish vaziyatida bugel protez tavsiya qilinmaydi. Yana bitta kamchiligi bor. Bu kamchilik uzoq muddat bugel protez taqish natijasida bor tishlarimizni o'zini ozgina qimirlatish ehtimolligi bor. Chunki mana bu joylarga tushadigan bosim bu tishlarga tarqalishining hisobiga
hamma og'iz bo'shlig'idagi og'irlikni, nagruzkani, yana nima deyish mumkin? Bosimni mana shu tishlar qabul qilganligi uchun bu tishlarda qimirlash ertaroq sodir bo'lishi mumkin. Va aslida umuman qimirlamayotgan tishlar uchun Bugel protez tavsiya qilinadi. Davom etamiz. Keyingisi asosiy protezimiz, ya'ni hozir hammada trendda bo'lib turgan va ko'pchilikni qiziqtirib turgan protezimiz bu vakuum protezi hisoblanadi. O'zi protez haqida ma'lumot berib o'ting. Boshda olib qo'yiladigan protez bular asosan tishi bor va tishsiz yo'q, ya'ni umuman tishsiz og'iz bo'shlig'ida tishi yo'q holatda qo'yiladigan protezlar. Avvallari qo'yilgan protezlarimiz ko'pchiligimizda bo'lishi mumkin. Chiqib ketishi, ovqat yegandagi noqulaylik, gapirayotganda tushib ketishi, qimirlashi shunga o'xshagan holatlar kuzatiladi. Vakuum protezda esa shu narsalar kuzatilmaydi. Sababi bu protezimiz tishi yo'q, umuman mana misol uchun shu protezimiz tishsiz joyga qo'yiladigan protez hisoblanadi. Hech bir joyda tishi yo'q. Lekin bu protez vakuum bilan joylashish hisobiga, ya'ni vakuum hosil qilib joylashish hisobiga qimirlamaydi va bemalol ovqatni ham yeyverasiz, gapirganda ham chiqib ketmaydi, hech qanday nutqda ham o'zgarish bermaydi. Shu joyda bitta narsani aytishni istayman, bu ham vakuum protezi. Bu mutaxassis tanlanadi aslida. Chunki xuddi shu vakuum protezni tayyorlab berdi, xohlagan turdagi stomatologga murojaat qilish xato hisoblanadi. Sababi bu narsani qilaman deguncha ham albatta bilim va tajriba, shuningdek mahorat, znaniya shart hisoblanadi. Sababi bu shunchaki vrach bilan yoki texnik bilan yoki faqat material bilan bog'liq jarayon emas. Bu protezni qo'yguncha ancha bilim, tajriba shart hisoblanadi. Sababi qolip olish jarayoni o'zi ham boshqacha. Boshqa protezlardan etaplari bor. Tushuntirib o't ozgina. Bu protezni razmer olishdan oldin albatta individual loshka tayyorlanadi. Individual loshkani tayyorlashimiz uchun oldin sizdan bitta razmer olamiz, standart loshkada. Va standart loshkani laboratoriyaga yuboramiz. Laboratoriyada undan bizlar uchun aynan sizning og'zingizga mos bo'ladigan loshka keladi, ya'ni loshkaning ham razmer oladigan narsa. Loshka keladi va o'sha loshkaga bizlar massalarni o'lchab gramlab solinadi. To'g'ri kelgan massa solinmaydi, o'zining massasi o'lchab gramlab solingandan keyin shu protezni qolibi chiqadi. Undan keyin bu texnik yuboriladi. Texnik buni ochib qo'yib ko'rgandan keyin artikulatorga o'rnatiladi. Обычный artikulator emas, ko'pchilik ko'radiganlar stomatologga ancha tushunadi. Artikulator bu pastki jag'ning полностью hamma harakatni bajaruvchi moslama hisoblanadi. Artikulator faqat ochib yopadi. Buni bizlar artikulatorga qo'yish hisobiga u ovqat chaynaganda, gapirganda va og'izni qimirlatganda ham tushib ketmaydigan protezni yasashimiz mumkin. Yasash uchun yordam beradi. Demak, qo'shimcha jihozlar, qo'shimcha bilim va qo'shimcha materiallardan foydalaniladi oddiy protezga qaraganda. Bu funksionallikni oshirib, stabil deydi, doimiy turishini ta'minlovchi usullardan biri hisoblanadi. Bu oson narsa emas. Aynan men bu turdagi protezni qo'yib ko'rmaganman va bizning vrachimiz Shahruz Bahromovich shu ish bilan shug'ullangan va hozir keyslarni taqdim qiladilar. Shu keysni ko'rib xulosa qilishlaringiz ham mumkin. Bu bemorimiz bizning klinikada davolanganlar, ya'ni protez qo'ydirganlar. Bu bemorimizda shunday holat bor ediki, implant uchun ko'rsatma yo'q. Absolut qarshi ko'rsatmamiz bor edi. Shuning uchun biz protez qo'yishni ta'minladik va ko'rganingizdek ana shu protezni, ya'ni vakuum hosil qilib joylashuvchi protezni biz bemorimizga qo'yib berdik. O'zi umuman olib qaraganda bu bemorga shu protezdan boshqa hech qanday protez qo'yib bo'lmas edi. Sababi oldin o'zlari protez taqqan, qandli diabet hisobiga vazn tashlaganlar va alveolar atroskiya, ya'ni suyak bo'shlig'i kuchli atrofiyaga uchragan, shuni hisobiga har qanday protez turmagan. Bizda oldin ham 2-3 stomatologga borib protez yasatganlar va kutgan rezultatni ola olmaganlar. Chunki protez tushib ketgan, qimirlagan yoki bo'lmasa ovqat chaynay olmagan. Va bizda xudo xolasa ana shu protezni qo'yib berdik. Hozir ancha xizmat qilyapti. O'zimizni do'stimizni onalari bo'ladi. Tak, ahamiyat beriladigan jihatlar protez qo'yayotgan vaqtda og'iz bo'shlig'ini avvalgi holatini biz bilmaganimiz uchun bo'g'im holatini asos qilib olinadi. Shuningdek, yuzdagi marshinkalar, ajinlar hisobga olinadi. Shuningdek, labni oldinga chiqish va ichkariga kirish etaplari hisobga olinadi. Shuningdek, bu protezni tayyorlaguncha bemor kamida 4-5 marta, ba'zan 6-7 marta ham
murojaat qilib kelib ketishi mumkin va tayyorlash etaplari 6-7 martagacha cho'zilishi va muddat 1 oygacha cho'zilishi mumkin. Balki o'tishi ham mumkin. Lekin eng qisqa muddat 15 kun. 15 kun. 15 kun muddatda tayyor bo'ladi. Keyingisi. Olib qo'yiladigan protezlar ichida faqat vakuum protez emas, bundan tashqari o'zimiz biladigan egiluvchan protezlar va babichka protezlarimiz ham bor. Egiluvchan protezlar, elastik protezlar deb aytiladi va xalq tilida yumshoq protez degan tushuncha bor. O'zi hech qaysi protez yumshoq bo'lmaydi. Yumshoq protez deb aytishga sabab elastik protezlarni bular egiluvchan hisoblanadi va endi buni qo'ygandan keyin buni olib yurgan paytda sumkada yoki bo'lmasa pastga tushib ketish hisobiga dars ketishi, sinish ehtimoligi bunda kam. Va undan tashqari bu protezimiz egiluvchanligi hisobiga og'izda olib qo'yilishi birmuncha osonroq va tishlarga, milklarga beradigan bosimi kuchli emas. Shuning hisobiga bu elastik protezlardan foydalanish yaxshiroq. Protezlar bundan tashqari qattiq protezlarimiz ham bor. Qattiq protezlar o'ziga xosligi shundaki, ular asosan tishsiz javlarga mo'ljallangan. Agarda sizni og'iz bo'shligingizda umuman tish bo'lmasa, sizga yo qattiq protez qo'yib berishingiz mumkin yoki bo'lmasa vakuum protezlarni qo'yib berishingiz mumkin. Babichka protezlarimiz bu asosan vaqtinchalik protez turi hisoblanadi, ya'niki siz oldingi sohadagi tishingizni oldirdingiz va siz shu sohada implant qo'yishga sharoitingiz yo'q va tishsiz yurishni ham xohlamaysiz va bu holatda bizlar sizga babichka protezni taqdim etamiz. Lekin bu protezning o'ziga xos kamchilik tomonlari bor, ya'ni bular protez bo'lgandan keyin yondagi ikkita tishga tayanib ushlab turgan hisobiga yondagi tishlarni zararlashi, shu joydan karies keltirib chiqarishi yoki bo'lmasa milkni pastga bosish hisobiga tishni qimirlatib yuborish holatlari ham kuzatilgan. Shuning uchun bu protez uzoq muddatga mo'ljallanmagan. Keyingi protezlarimiz mana qisman tishsizlikda qo'llanilgan protez turlari hisoblanadi va bular barchasi egiluvchan elastik protezlar hisoblanadi. Demak, bular yarim funksional emas, funksional bo'lmagan deyiladi. Ya'ni faqat estetika jihatdan foydalanish mumkin. Albatta chaynovda ham qatnashadi, lekin foydasidan sal zarari ko'proq bo'lishi mumkin. Shuning uchun uzoq muddatli taqish ko'p ham tavsiya qilinmaydi. Bundan tashqari oldinlari xuddi shunday kuchli egiladigan Xitoy massidan tayyorlangan protezlar bor edi. Hozir deyarli ko'pchilik stomatolog foydalanmaydi. Sababi bor. Uni minus tarafi alveolyar o'siq, ya'ni jag'dagi suyaklarning yemirilishiga, kuchli yemirilishiga, ya'ni qattiq protezda 10 yilda erishiladigan rezultatni, ya'ni pasayishni ular 1 yilda, ya'ni 10 barobar kuchliroq yemirib tashlashi mumkin. O'shaning uchun bu turdagi eng tez egiluvchan va eng kuchli egiluvchan, mana bunday qilganda ham sinmaydigan turdagi protezni umuman hech kimga tavsiya qilmaymiz. Juda ham zarari ko'p.